Dönemiz kelime dostlar. Aka, hazinem dershanesi balılar çöçekleri yollaptı. He, bana ben geldim, umak sınlım. Balılar çöçekleri anlamakçı olsanız Hazinem YouTube kanalına koşulun. Abone olmayı ve like atmayı Ve bildirimleri açmayı unutmayın. Baliler no duyasıga baraylı dostlar. Uçup ketkim kiletti Perişsenek canlıma Sansız çöçek biletti Ur tokmak. Burunqi zamanda bir bovay bilan bir mo'may 3-4 yetim nevrisini beqib bir daryoning bo'yida yashaydi ekan. Ularning faqat bir tupla qog'i jigdisi bor ekan. Ular to'liroq shu jigdiga taynib kun kechirdi ekan. Ammo bu jigdiga qog'ilar o'ginib olibdi. Biri kessa, biri kelib jigdiga zodil orom bermabdi. Bovay jigdini qog'ilardan saqlashning amalini izlabdi. O'yla, oxiri bir chora tepibdi. Bir bachkini o'ltirib, qinini o'zining putlariga, kendikiga beshiga suvabdi-da, jigdining ostiga kelib, o'lib qolgandek etyapti. Bir chaqlardan keyin bir qog'a jigdiga qo'nib, kepak bosgan kanini so'zib qaqildabdi. Bovayning yuziga bir necha tal jigdini cho'qilab tushirib sinabdi. Qarasa jimjit. Hey, bu bir top o'xshaydi. Da pastga tushibdi. Asta olchanglab kelib, bovayning qo'rsqi ustiga chiqib, kendikidagi qetib qolgan qonlarni cho'qib yebdi. Og'zini tomishtirib shundoq qarasa, rostla Xudo bergan bir o'lja. Qaga, Aval o'likning ko'zini cho'qib yey. deb bir seklapla bovayning ichilib qolgan og'ziga qo'nibdi. Nada tursin ko'zini cho'qish, qaga o'z ko'yida qopdi. Qarsa, barmoqlari bovayning og'ziga qisilib qopdi. Qaga darrov bir hili o'ylab, Muborak bo'lsin tirilib qolganlarga bovay. debdi. Bovay ha deb og'zini shundoq ichishiga qochmoqchi bo'lgan qaga endi o'zini bovayning changilida ko'ribdi. Oxiri qaga Baş gözlerining sadig'isi bo'lay. Meni qo'yib bazlar. Qaq. deb yalvaribdi. Toz qoldim, ko'zimni sana sadiqa qilg'ili. Endi seni qo'yib berish degan nadiki gapkan? deb unumabdi bovay. Men sizlarni tugamas dunyoga yetkazib qo'yay. Meni qo'ymasizlar. deb yana yalvaribdi qaga. Men chiroyli so'zlarga oldinib, qirg'anda mushu kunga qolgan. Endi umrimning oxirida sana oldinib nega boray? debdi bovay. Men qog'larning eng qirisi. Yeshim mingdan oshdi. Oxirgi umrimda va'damga shundoq bir vafo qilib o'tayki, odam bolasi meni bilib qolsin. deb tuksiz inaklarini bovayning o'tumdak barmoqlariga surkab yig'labdi qaga. Qerining qayoshi degandek bovayning ko'ngli erib, xayr, buni mo bir ko'rib baqay, deb qog'ini qo'yib beribdi. Qaga intayin xush bo'lib ta'zim qilib, qani, mening orqamga kirib mansizlar, debdi. Qaga birdam u daraxtga, birdam bu daraxtga qo'nib, oxir bir jangalning o'ttirsidagi ajoyib yo'g'on bir qeri to'g'roqqa kelib qo'nibdi. Bovay hossisi bilan do'ng'oqlab kelib, atrofga shunda qarasa, mol chorva degan mig'ildab yaylig'an. Qo'ylarning ustida to'rg'aylar uvlig'an. Suluq, o'tliq, shundoq chiroyli bir jangal. Qaga to'g'roqning tubidagi kamarning yinig'i tushib, xo'sh,
qani, iltifot qilsizlar. deb bovayni uyiga taklif qilibdi. Bovay, "Ey, men bu kamarga qandoq botaman?" debdi. Qadamlarini qo'ysizlar, ondan bir gap bo'la. deb qo'l bog'lab turibdi qaga. Bovay xayr deb shunda qadam tashlaganini bilibdi, qolganini bilmabdi. Bovayning ko'zlari olachakman bo'lib, quloqlariga xilma-xil yaqinliq ovozlar anglanibdi. Oldiga o'nchilar chechilib, quluplar jaranglab, cho'ng eshiklar ichilibdi. Bovay qarasa, bir bo'stonliqdagi supig'i kelib qopdi. Qaga bovayni supig'i taklif qilib, o'zi supining chetidagi rang-murang gullar chirmishib ketgan bir o'rindiq ustiga qo'nib, "Men qag'larning xizri, peshonimiz shundoqkan. Sizlarga yo'liqib qoldim. Xayr, va'daga vafo. Qaq!" debdikan, supining oldida bir qora eshak paydo bo'ldi. Qaga, Bu eshak sizlarga vafoliq sovg'asi. Eshakka minganda o'zlarini bir yo'l ustida ko'rlar. Shu yo'l bilan mengib, kech qolsizlarmi, hech kimnigida qo'nmay o'ylariga borsizlar. Agar dunyo lozim bo'lsa, mushu eshakni bir ko'pining ustiga chiqarib, "Sanqang eshigim, sanqang, oltin ko'mish sanqang" desizlar. Eshak sizlarga oltin ko'mish sanqab beradi. Lekin bu sirni hech kimga aytmaslar. Qaq! debdi. Bovay xo'p deb eshakka shundoq minishiga rost degandek o'zini yo'l ustida ko'ribdi. Manga kech bo'lganda bir tugman uchrabdi. Tugmanchi chiqib, "Voy, unda qilmay qo'nib kelsizlar" deb bovayni uyiga boshlabdi. Bovay oqshimi yotarda tugmanchiga, "Eshigimga oltin ko'mish sanqang demay, obdan qarab qo'ysizlar" deb uxlab qopdi. Tugmanchi kechida osta chiqib, eshakka heliqi gapni debdikan, eshak bir muncha tanga tezaklab beribdi. Tugmanchi eshakni o'zining eshigiga tegishib bilib, chandurmay kirib uxlayapti. Bovay sahar turib, eshakni almashtirib olganligini sezmay, yo'liga ravon bo'ldi. Uyiga berib, bo'lgan voqeani mo'miga va navrilariga so'zlab beribdi. Yiroq yaqindagi tonish bilishlardan gilam so'rab, uyiga sapdi va podshohnimi bu karomatni ko'rishga taklif qildi. Eshakni ko'rpaga chiqarib, qog'i o'gitib qo'ygan heliqi so'zlarni debdi. Biroq eshak jim turibdi. Ikkinchi qitim debdi, eshak yana jim. Uchinchi qitim debdi, eshak yana jim. Oxiri bovay eshakni bir kaltak urib, varqirab debdi. Eshak tayoq chidamay bir injiqlab tikan, oltin ko'mishga tikilib o'ltirgan podshoh tezak ostida qoldi. Podshoh g'azabga kelib, "Jallod!" deb varqirabdi. Biroq atrofiga qarasa jallod yo'q. "Kimingni ahmoq qilsan, ha?" deb bovayni toza urib yerga choplab o'tib ketdi. Bechora bovay atsi ko'zini ochsa, mo'may ham yig'lab, ham toptani qilib beshida o'ltirg'adek. Bovay tishini tishlab, o'rnidan turib, eshakka minib jangalga qarab yo'l oldi. Qag'ining oldiga berib, bo'lgan ishlarni bayon qildi. Qaga bovayning gaplarini to'liq anglagandan keyin, "Qaq!" debdikan, darrov bir dasturxon paydo bo'ldi. Qaga, "Olsizlar. Qachonki g'izo tamoq lozim bo'lsa, ichil dasturxonim, ichil desizlar. Dasturxon darrov ichilib, xilma-xil taomlar hozir bo'ladi. Yo'lda hech yerda qo'nmasizlar. Dasturxonning sirini hech kimga aytmasizlar. Qaq!" debdi. Bovay xushal bo'lib, dasturxonni ilib yo'lga ravon bo'ldi. Manga kun kech bo'ldi. Bovay yana heliqi tugmanchinikiga tushibdi. Yetish oldida, "Mav dasturxonga ichil dasturxonim ichil demay, obdan qarab qo'ysizlar" deb uxlab qopdi.
Tugmanchi kechidan asta qo'pib, xotin bolalari bilan gapni bir qilib, "Ichil dasturxonim, ichil" degan ekan, dasturxondan xilma-xil g'izolar chiqibdi. Tugmanchi g'izolarni bolalari bilan apila-shapila yeyishib, qolganini yig'ishtirib o'tib, dasturxonni tegishyapti. Bovoy atigini zam qo'ymayla dasturxonni qo'ltiqiga qisib yo'lga tushibdi. Uyga kirmayla mo'mayga dasturxonning sirini so'zlab, mo'mayning unimig'iga qaramay uy rostlatib podshohga xabar beribdi. Podshoh bu qitim o'zi kelmay vazirlarni avatibdi. Vazirlar so'rin tuzib o'ltirishibdi. Necha kundan beri och qolgan navkarlarmi qo'llarini yuyishib, ishikda talmirishib turibdi. Hamma tayyor bo'lgandan keyin bovoy "Ichil dasturxonim, ichil" debdi. 2 qitim debdi. 3 qitim debdi. Biroq dasturxondan hech bir sado kelmabdi. Vazirlar koyib bovoyni urib yumiltib o'tib o'rniga qaytibdi. Mo'may yig'lab turib bovoyga yana toptani qilibdi. Bovoy qanday qilishini bilolmay, martam 3 martam deb yana jangalga berib, qag'iga vaqani bayon aylabdi. Qaga: Xayr, bu oxirgisi bo'g'ay. Qaq! debdi. Bovoyning oldiga bir tulum paydo bo'ldi. Qaga: Mana bu tulumda bir to'qmoq bor. Qachonki boshlariga kun tushadigan, ur to'qmoqim ur desizlar. Har qanday mushkillar oson bo'ladi. deb yana boshda aytgan gaplarni jikilab bovoyni yo'lga sapdi. Bovoy yana heliqi tugman oldiga kelishiga tugmanchi chiqib: "Voy aka, unda qilmay qo'nib kelsalar" deb bovoyni to'sibdi. Bovoy xayr deb eshakdan tushibdi. Yetish oldida: "Mavi tulumda bir to'qmoq bor. Tulumga ur to'qmoqim ur demay, obdan qarab qo'ysalar" deb uxlab qoldi. Tugmanchi tulumni xotini bilan asta boshqa uyga ochiqib o'ttirga qo'yib, "Ur to'qmoqim ur" degan ekan, tulumdan to'qmoq chachrab chiqib, tugmanchi va uning xotin bolalarini shundoq urg'ili turibdiki, Alloh tovuning dastidan jahonda turib bo'lg'ili bo'lmabdi. Bovoy yugurib chiqsa, ish boshqacha. Bovoy to'qmoqqa teximi chingroq buyruq beribdi. Tugmanchi: Voy, eshaklarni qaytirib beray, bo'ldi qislar" deb eshakni tepib ketdi. To'qmoq to'xtamay tugmanchining xotinini seliveribdi. Tugmanchining xotini ming bir tova qilib bovoyga dasturxonni qaytirib beribdi. To'qmoq yana to'xtamabdi. Tugmanchi xotinlar: "Bolamizdan bolamizga pandiyat, 100 ming tova. To'qmoqni to'xtatsizlar bova, voyjon" deb nola qilibdi. Bovoy: "Tur to'qmoqim, tur" debdi. To'qmoq to'xtabdi. Bovoy hamma narsalarni qaytirib olib, avvalgi eshkiga minib, naqsini do'ng etib yo'lga ravon bo'ldi. "Talay kelsa beshimga, yarim kelar qishimga. To'qmoq yeydi oldamchi, to'p solsa eshimga." Bovoy uyga kelib, mo'mini qoyil qilib, tonish bilishlarni qichqatib, podshohning yeniga yugurtibdi. Podshoh: "Hey, nim balog'i qoldim bu ahmoq gaday bilan" deb kelganlarni qo'g'lab chiqiribdi. Biroq tamaga o'ginib qolgan podshoh orqadinlar: "Berib yiqinglar" deb bir necha yasovulni avatibdi. Bovoy g'izodan keyin eshakning karomatini ko'rsatib, yasovullardan podshohga nurg'un oltin kumushlarni sovg'at qilibdi. Podshoh sovg'atlarga qanoat qilmay, niyatini buzib, bovoyning uyini qushqashning uvusini buzgandek buzdirib, hamma narsasini xazinaga olmoq bo'ldi. Buni o'rdadagi qeri bog'van anglab kelib, bovoyga xabar qildi. Bovoy o'g'ziga chiqib tayyorlanib turibdi. Qarasa, rost degandek bir muncha lashkarlar kelyotgandek. Lashkarlar yiqiroq kelganda bovoy tovlabdi:
Hey lashkarlar, orqanglarga qaytinglar. Oltin kerak bo'lsa, evet turay. Bizni aram xudo kun kechirgil qo'yinglar. Debdi. Lashkarlar unimay bostirib ketdi. Bovay xayr deb to'qmoqqa amr qildi. Ur to'qmoqim, ur! To'qmoq lashkarlarni shundoq dummalabdiki, jahon to'pchonga aylanib, aran 3 kishi qechib qutulibdi. Podshoh g'azabga kelib, hamma lashkarlarni chiqaribdi. To'qmoqmi bosh kelmabdi. Xaloyiq to'qmoqning orqasidan yuguribdi. Lashkarlar tamom qirilibdi. Orda ilinib, jang tamom bo'ldi. Al aman qotdi. Xalq o'z ichidan odil bir kishini podshoh saylabdi. Bovay bilan Mo'maymo murodiga yetib, olamdan o'tibdi. Xazinam to'rtil tarbiyalash markazi hammamizning xazinasi. Beşiktaş oynayımız kelime dostlar. Aka, hazinem dershanesi balalar çocukları yollaptı. He, bana ben geldim. Umaksınlım. Balılar çöçekleri ağlamakçı olsanız Hazinem YouTube kanalına koşulun. Abone olmayı ve like atmayı Ve bildirimleri açmayı unutmayın. Balila no tuya siga para Elite Star. Umaq balam, Küçük vaxtınızda Cun dedem itibaren hikayelerden hayvanlardaki hikayede birini itip verin ha. bo'ladi umaq balam. Sizning cho'ng dadingiz va mening dadam har kun kechda bizga shunchalik qiziqarli hikoyalarni aytib beradi. Amsi bugun esimda qolgan bir hikoyani sizga aytib beray bo'lamdi? Qo'yti bilan bo'ri. Bir kuni bir qo'ychi bir to'p bo'riga yo'liqib qopti. Bo'rlari uni o'rib olib, xirs qilib so'zlabdi. Hey, qo'ylarni nega o'shirib qo'yganligini tez aytib ber. Bo'lmasa seni pari qilib tashlaymiz. Qo'ychi og'zini yo'g'on ichib turgan bu vahshiy bo'rlariga qarab, intayin qo'rqibdi. U qandoqmi qichib qutula olarman deb takrar o'yinibdi-da, tuyuqsiz bir fikriga keldi. Xo'p bo'ladi. Agar menga ziyonkashlik qilmasanglar, qo'yni o'shirib qo'ygan joyini sizlarga aytib beraman. Chopsan et, rost gap qilsanglar seni qo'yib beramiz. Biroq u yerning orliqining bu yerdan bir to'p bo'rining sap bo'lib turgan orliqi bilan tanglikini bilaman. Bu orliqning qanchalik kelganligini o'zinglar hisoblanglar. Chopsan et, qancha bo'rining orliqi? 2:20dan 6ni ilib onunga 10ni qo'shib, 18 ga ko'paytganda chiqqan bo'rining sap bo'lib turgan orliqi mushu yerdan qo'yla turgan yerning orliqi bo'ladi. Bo'rlar darhol yig'ilib hisoblag'ili turibdi. Qo'ychi shu fursatdan foydalanib qochib ketibdi. Umaq balam, amsi bu bo'rining yana boshqa hayvonlar bilan bo'lgan hikoyasimi esimga kelyapti, aytib beraymi? Pek ağladım ba. Tulki bilan bo'ri. Bir kuni bo'ri o'rmonliqda tulkini uchirtib, uningga hol aytibdi. Hey, qarimamsan 3 kun bo'ldi, hech nima yemedim. Qo'rsqim ichib, hech holim qolmadi, debdi. Buni o'zingning yaramasligingdan-ki. Tulki to'mpaygan qo'rsqiga urib qo'yib,
maqtanğılı turupdu. Aman, hamisha taqqarsak yaraman. Texi tinigilla. Semiz, yumuşaq ördek go'shtini yeb qo'rsog'imda rosa to'yg'izib oldim. Bu gapni anglab bo'rining og'zidan sho'lgaylari eqib olman-talman tulkidan so'rabdi. Birodar, o'rdaklarni qandoq qo'lga tushirding, menga tez deb bergin. Mayda attish tinigin lag'aylab yursam to'yiqsiz bir dehqon marva aydab kelib qoldi. Qarasam harvada liqqada o'rdak turibdi. Men yo'lning chetida o'lgan bo'lib yetib oldim. Dehqon ko'ribdi xotiniga. Voy, mono tulkining quyrug'i ajab yaxshi ekan. Uni ap ketib jutik güzeyli. Dapla meni ketirib arig'i chiqadi. Ko'zimni ichib qarasam atrofimda shuncha ko'p oppoq semiz o'rdaklar turibdi. Xoshalligimda vaqirab kelib tasli qoldim. Men alaman-talaman eng semizdan ikkini tanlab olib tishkavadim. Bo'ra tulkining gapini anglab, naydi xo'shal bo'pti. U aldirab tinib yo'l bo'yiga yugurib beribdi. Rast degandek u yo'l bo'yiga yetib berishig'la yiroqdan bir arvi ko'rinibdi. Bo'ra shu zamon o'lgan qiyofada yetibdi. Arumu taraqshib yiqilib ketdi. Biroq kim bilsin, aru haydug'ichi dal oldin qitim tulkining oldin xaltasiga tushgan dehqon ekan. U amdi aldanmaydi-da. U yo'l bo'yida yotgan bo'rni ko'rib, bir tilim miltiqini ilib, uning o'q chiqaribdi. O'rdak yeyish xiyolida yotgan bo'ra qo'rqqanidan erg'ib turib uchqanda qochib ketibdi. Shuningdan keyin bo'ra tulkini ko'rsa, gap qilmaydigan bo'ldi. Omaq balam, bu men kichik vaqtimda dadam o'ylida o'tirib etib berdigan cho'chaklar edi. Bu cho'chakni etib bo'lib dadam bizdan so'ragan. Bo'ra nemishqa tulkini ko'rsa amni gap qilmaydigan bo'ldi deb. Omaq qizim, siz deb yiqin? Ilaqi tulki bas qilgandan keyin u o'chib bo'lmaydi, shunga uni olib ketdi. Andan keyin yana o'chining oldin xonasiga tushmagandan keyin u shuncha bo'lib ketib, shunga sen meni oldiding deb shu gap qilmaydigan bo'lib qoldi. To'g'ri. Bu ay bir qitim aldam xaltasiga tushdi, shundaq-ku? Tulkining ikkinchi qitim u sharliq bilan bo'raga aldanmadi. Bo'ra nima uchun endi bundan keyin tulkiga gap qilmaydigan bo'lib qolgandi, Umaq balam? Men apiyam degandek, asli tulki degan bosh qilgandan keyin odam xalsiga tushdi. Lekin ikkinchi qitim bu terik o'xshaydi deb arsiga solmay tapanchani qilib, andan keyin u qo'rqib tulkasi yolg'on deding deb uning bilan ko'zida hech nima demaydigan bo'lib qoldi. Tulka u o'zining tutish xiyollari bo'riga mos kelmaydi. Bo'rimi o'z oldiga o'z kuchiga tayanib tutish kerakdi, shundaq-ku? Umaq balam, vaqtim birga yetib qopti. Atyan maktabga borsiz, toldiroq orom olamdi. Hamiz uxlayli, Umaq qizim. Beşiktaş oynayımız kelime dostlar. Aka, xazinem darisxonasi bolalar cho'chaklar yollabdi. Ha, mana men keldim, Umaq singlim. Bolalar cho'chakları anlamoqchi bo'lsangiz, Xazinem YouTube kanalini qo'shiling. Abone olmayı ve like atmayı Ve bildirimleri açmayı unutmayın. Baliler no duyasıga balaylı dostlar.
chehri nurliq, tili tatliq, omoq chechan do'stlar yaxshimisizlar? Cho'chak anglash vaqtimiz yetib keldi. Cho'chaklar dasturxonidagi sarxil, qiziqarli, ibratli cho'chaklar sizlarning anglashingizni kutmoqda. Bugun sizlarga Elim buvayning parasti nomli cho'chakni olib keldim. Kichik do'stlar, diqqatinglar cho'chakda bo'lsin. Burungi zamonda o'tgan bir podshohning davrida urush jidal to'li bo'lib, xalqqa oromlik bo'lmabdi. Urush chiqimlarga parxo'r amaldorlarning buzib chechishlari qo'shilib, xonning xazinasi xo'rabdi. Xon bo'sh qilayotgan xazinani to'ldirish uchun hali qolmayotgan fuqarolar ustidagi har xil siyliqlarni oshirib etibdi. Shu kunlarning birida Hilim buvay degan yashangan bir kishi yolg'iz tugiga ikki tog'ar ortib, tog' yo'lining ayim to'lg'im tarchiqlaridan tugini yetilab chiqishiga xonning bajigir Jabbarga uchrab qoldi. Hilim buvay Jabbarbekka salom berib, o'z yo'liga mengibdi. Ammo Jabbarbekning suoli buvayni kangirtib qo'yibdi. Oy, bu tugini bajlatdingmi? Men qo'shnilarning o'zig'ini tugimanga ilib ketyapman begim. Voy, vaqti qari. Tugiman bilan korim nima mening? Bu tugini bajlatgan xeting bormi deb so'rayapman. Xo'sh begim, bu ishni bilmadim-ku. Men so'zlarini anqiray olmadim. Hey, sen bu tugini qachondan boshlab menayapsan? Qachondan boshlab bajlatmay kelding deyapman. Begim, meni abu qilsizlar. Men qari odam o'qimagan o'xshayman. Sening yeshing bilan mening nima korim? Zodi bu tugi kimning? Xo'sh begim, so'zlarga endi pam qildim. Tuga o'zimning. Xo'sh, bu tuga qachondan tartibsan? Xo'sh begim, mening dunyolikda mushu tugam, bir eshigim, 3 balam, ayolim bor. Men yolg'iz tugini 40 yildan buyon o'zimga hamroh qilib tog' davollardan yetilab Xo'lim qo'shnilarning yuk taqlarini yo'tkab, o'tin potinlarni to'shib berib, kun elib kelyapman. Xo'sh, sen 40 yildan buyon xalqi bir aqetim tug uchun boshladingmi? Yo'qsa begim, yo'qsa, shu ishimgacha orzu qilibmi podshohimizni bir aqetim ko'ra olmadim. Buvayga til uqtirolmagan bajgirning to'limi o'g'iz qaynab, darhol 40 yillik bajni hisoblashga kirishibdi. Natija shu bo'ptiki, Hilim buvay tugini, ishkini va qolmish narsa keraklarini satsimi, shu bir tugining 40 yillik bejini to'layolmaydi ekan. Jabbar shu kunila bechara Hilim buvayni tugisi bilan qo'shib qamoqqa ilib qo'yib, 40 yildan buyon xalqning bijiga xiyonat qilgan bu cho'ng baj o'g'risini qo'lga tushirdim. degan bahonasi bilan xonga ma'lum qildi. Bu shikoyatni olgan podshoh Hilim buvayni o'lim jazosiga hukm qildi. Hilim buvay xonning bu hukmini e'lon qilgan vazirga podshohning o'zini o'limga hukm qilganligiga rozi ekanligini bildirib bo'lib, agar Padişahim ruxsat qilgan bo'lsa, o'zim 40 yil yetilgan mono tilsiz bechara tugamdan rozilik ilib vidolashgan bo'lsam, debdi. Bu talabni olgan shoh ma'qul ko'ribdi. Bu arada 40 kun o'tibdi. Hilim buvay bilan tang qamalgan tuga qorong'u uyda ussizlik, ochliq azobida holidan ketibdi. Tugining shu holini ko'rgan Hilim buvay tugini quchoqlab yig'lab, apu so'rab mundoq debdi. Dilsiz maxluqim, mendan rozi bo'lgin. Muңdishim eding, sirdishim eding. Seni 40 yil yetilab egiz tog'lardan, tik davollardan o'tdim. Bu chog'larda sen toyloq eding, men bo'lsam bir nodon bola edim. Seni ochmi qo'ydim, to'qmi qo'ydim. Uzoq ussizmi qo'ydim.
Ağır yüklerini arttım. Seni gündürgece gah urup gah hakaretledim. Sana hem de qarayalmaydigan boldum. Menden razı bol. Buvay yig'lab turib, tug'isini quchoqlab, tugining beqillarga qo'lini noqibdi. Beqillarning og'riqiga chiday olmagan tuga beshini egib vaqirabdi. Tugining bu holini ko'rib, nalisini anglab turgan shoh amaldorlari hayron bo'lib, Ilim buvaydan so'rabdi. Voy, bu nima gap? Tugi nima deydi? 40 gündün buyan ussab ketdim. Ussuzluq ishmidim deydi. Debdi Ilim buvay. Qarab turgan beylar buvayni darhol tugiga suv berishga buyuribdi. Ikki chelak suvni ichib olgan bechara tuga huzurlanib, beshini uyan-buyan to'lg'ab debdi. Buni olgan beylar, "Voy, endi bu tugi nima deydi?" deb so'rabdi. Ilim buvay, "Suvga tiqqanmidim, yana ichdim" deydi. debdi. Beylar tugni qongucha sug'urishga buyuribdi. Ikki chelak suv yana qayta akeldirilibdi. Ilim buvayning tugisi suvga qinibdi. Ilim buvay suvga qangan tugini yana quchoqlab beqillarga noqib, yana razlik so'rabdi. Tuga beqillarga sanjilgan begizning asobidan qaqshab, ko'zlaridan munchoq yosh to'kishga boshlabdi. Suv ichgandan keyin tugining ko'zlaridan suv tomchi to'kilayotganligini ko'rgan beylar hayron qolganligidan so'rashibdi. "Voy, bu tugamda nima deydi? Biz azaldan suv ichib bo'lib ko'zlaridan yosh oqqan tugini ko'rib boqmagan" deb so'rabdi. Ilim buvay, "Seni o'ltirmasin, podshoga deb, podshoh odil rahim qilsin. Seni o'ltirsa uyingda qolgan ayoling, 3 bolang, andin qeri eshking nima yeydi? Ularni kim boqadi? Sening uchun podshoh meni o'ltirsin devatdi" deb tushuntiribdi. Qahrga ushgan bajigir g'azbini bosolmay, o'qdek itilib kelib tugiga qo'l shiltib, Yolg'on, bu mutham noinsof podshoh oliylariga haqorat keltiryapti" deb vaqirabdi. Bajgirning qo'l pulanchilaridan o'rkigan tuga tehi hozir ishgan suvni qattiq purkib bajgirning yuz-ko'z kiyim-kechaklarini rasvo qilib etibdi. Shu fursatda Ilim buvay tugiga yepishib olib, yolvurib turib, tugining beqilariga begiz sanchibdi. Tuga beshini chayqab, zarlanishga boshlabdi. Shu chaqcha taqat qilib turgan o'rda beklari Ilim buvaydan tugining yana nima deyotganligini so'rabdi. Ilim buvay, "Nima deydi? Xon azirdining bu odil hukmiga rozi bo'lsam bo'lamanki, lekin sening bir gunohingni hargiz kechirmayman" deydi. "Odil podshoning pechini to'layolmagan gunohing uchun sen bugun o'limga buyurilibsan. Bugun men sening hamma ishlaringdan rozi bo'lsam, buni bir ishingni kechirmayman. U bo'lsa eng qattiq so'quq kunlarda sen o'zingdagi barliq huquqni eshikingga emas, eshikning quyruqiga topshirding. Meni eshakning quyruqiga chitib qo'yding. Mana hozir bajgirding tuhmati tufayli dona aql podshoyim seni o'limga buyurdi. Mana bu eshakning quyruqiga berilgan oliy huquq o'xshaydi" deydi deb tushuntiribdi. Bu so'zni olgan o'rda beglari Ilim buvayni, "Voh, bu bir hikmat egizmi nima?" deb boshlarini lang'ishtib, podshohga darhol dodqa beribdi. Beylar ko'rgan va anglaganlarini xonga doklad qilishib, Hekim buvayning tilsiz hayvonlar bilan so'zlashalaydigan bu karomatlari haqida bas-bas bilan xonga doklad qilishibdi. Podshoh ko'lning suyini bulg'agan asli o'rdakning ko'ti ekan deb bajgir Jabbor begni darhol o'limga buyuribdi. Kishiga bersa kim nahaq azobi, topar u qilqidan bakrak jazoyi. Birov nahaq birovga qahr qilarmi?
Bu qahrni oxiri o'zi tartar. Har kimi dil azoridir, hayoti ahzoridir. Omaq kichik do'stlar, bu ibratli cho'chaklar bizga nurg'un hikmatlarni so'zlab berdi shundaqku. Buni apanglar, dadanglar bilan birlikda anglanglar, ham cho'chaklardagi hikmatlarni ular bilan birlikda o'rtoqlashinglar. Bu sizlarning keyingi hayotingizga nurg'un yo'llaringlarni ro'shanlashtirib beradigan esil durdonalik hikoyalardir. Omaq kichik do'stlar, bugungi bu hikmatli cho'chkimiz nishada axirlashdi. Atki mush vaqt ko'rishaylik. Xayr xo'sh. Beşiktaş oynayımız kelime dostlar. Aka, xazinem dershanesi balalar çocukları yollaptı. He, mana men keldim, umoq singlim. Balalar cho'chakleri anlamoqchi bo'lsangiz, Xazinem YouTube kanalini qo'shiling. Abone olmayı ve like atmayı Ve bildirimleri açmayı unutmayın. Balilarını duyasıya balaylı dostlar. Dilala cho'chaklarni yoqtirib anglab kelayotgan omoqlarim, kashlikinglar xayrli bo'lsin. Bugun men sizlarga Shahzoda va Uchar gilam degan cho'chakni aytib beray. Cho'chak Shahzoda va Uchar gilam. Qadimgi Hindistonda bir sulton o'tgan ekan. Uning ismi Mirzo bo'lib, to'limi qamlashgan 3 shahzodasi bor ekan. Ularning birining ismi Xoshin, birining Ali, yana birining Imod ekan. Nuha ismli yana bir jiyan qizi bor ekan. Nuha malika yirik yaqinlardan ketgan Sayib Jamol ekan. Sulton uni boshda qo'shni mamlakatning podshohiga yotliq qilmoqchi bo'libdi. Biroq malika bo'yiga yetib, borgan sir chiroylilashib ketgandan keyin uchli navra aksining uninga ko'zi tushibdi. Bu ishqa sultonning to'limi beshi qaytibdi. Uning hech qanday shahzodani noumid qo'yg'isi kelmabdi. Bir kuni sulton shahzodalarni yeniga chaqirib, mundaq debdi: "Bollarim, men bir obdan amal topdim. Shunda qilsam, sizlar 3 qarindosh orasiga so'g'uqchilik tushmaydi. Ham sizlarning biringlar malikaga o'ylanaysizlar. Demakchimanki, 3 yilinglar yiroq safarga chiqib, eng qoltis bir narsa izdanglar. 1 yildan keyin qaytib kelinglar. Kimning tepib kelgan narsasi eng qoltis bo'lsa, shu malikaga o'ylansin." Shahzoda sodigar qiyofatida yosinib, hamrohlarini elib yo'lga chiqibdi. Boshdan uchi bir yo'lda mengibdi. Ochi yo'lga kelganda bo'linib mangmoqchi bo'lishibdi. Shahzodalar 1 yildan keyin mush yerdagi bir dangda jam bo'lib, uyga tan qaytishga kelishibdi. Xoshin shahzoda bir soda karvoniga qo'shilib 3 oy mangandan keyin Busbaq podshohligining poytaxtiga yetib keldi. Bu shaharda to'limi katta bir rasta bor ekan. Rastadagi qator ketgan do'konlarda tovar turdun, kanapraq, aynak, farfor qochquchilar, qadimki narsalar, shundaqla xilma-xil boshqa tovarlar bo'lib, nima deysa, shu deb bilar ekan. Shahzoda Xoshin o'ziga yorug'idek biror esil narsa uchirtib qelish maqsadida kunda rastani aylanib yuribdi. Bir kuni u bir yaymichining kichikroq bir gilamni ko'tarib olib, "Ha" deb, "Gilam sotaman, gilam, 40 ming tilla" deb voqirab yurganligini ko'rib qopdi. "Gilam deganmi, unda qimmat bo'lamdi" deb o'ylabdi shahzoda va uning oldiga berib, "Shunda qimmatlikka qaraganda gilamingizning biror xosiyati bormi nima, ha?" deb so'rabdi. Yaymichi xaridor chiqqanligini ko'rib, Xoshining peshidan chetga tortib, "Bu haqiqatan bir xosiyatli gilam. Uning ustiga o'ltirib, nega opar deysiz, u sizni deya yeringizga opirib qo'ydi" deb pichirlabdi. Shahzoda: "Uning degani rost bo'lsa, men haqiqatan ajoyib qoltis narsa topgan bo'lmamdim" deb o'ylabdi-da, yaymichiga:
Bu gilam rostulu siz deganda xosiyatlikmi? Qandoq dalillab berasiz? Debdi. Yaymichi buni uning ko'z oldida isbotlab bermoqchi bo'lib, gilamni yerga yeyibdi. Qo'shini o'zi bilan birga ustiga o'ltirg'izibdi. Anda shahzodaga "Nega borasiz?" deb so'rabdi. Shahzoda yiliqi dangi berishni amni ko'ngliga pikib turishiga, u gilam xuddi qanoti bordek osmonga ko'tarilib, ularni birdamda u dag'ning oldiga uchirib ketdi. Shahzoda ikkilanib turmayla 40 ming tillani sanab berib, u xosiyatli gilamni setib olibdi. Bunda xosiyatli gilamga erishgan Xo'shin shahzodaning hozirning o'zida o'z o'tida kuyib, suyida eqiyotgan malikining yeniga uchib borg'us kelib ketibdi. Biroq inillar bilan qilishgan va'dasida baldur qaytmabdi. Shuning bilan bekorchilikda bu mamlakatda bormagan yeri qolmay, muhlat to'shqicha o'ynab yuribdi. Muhlat to'shqan kuni gilamni elib yerga yeyibdi, o'zi ustiga o'ltirib, ko'zni yumib ochqicha inillari bilan ko'rishmoqchi bo'lishgan danga yetib keldi. Shahzoda Alichu. 3 qarindosh ayrilgandan keyin Shahzoda Ali tinim topmay 4 oy safar qilib Persiyaga keldi. Har kuni shahardagi savdogarlar bilan orlashib yurib, birer xosiyatli narsa tepishning qo'yida yuribdi. Bir kuni uningga pil tishinaytis ko'tarib olgan biraylan uchrab qopdi. U "Bu naychini 40 ming tillaga sotaman" debdi. Shahzoda uningga "Sorong bo'lib qoldingizmi? Pil tishidan yasagan kichikini bir naychinimi 40 ming tilla degan bormi?" debdi. U odam shahzodaning bu gapiga ochiqlamoq tugul mundaq debdi. "Begim, bu naychiga toza sapsilib qarab yiqing-a. Uning ikki tarafiga aynak o'rnatilgan. Uningdan qayerni ko'raman desangiz, shu yerni ko'ra olasiz." Shahzoda Ali bir ishinib bir ishonmay, naychin uning qo'lidan elib, ko'nglida Shoh otamni ko'rib boqay deb turishiga, naychining ichidan sultonning taxtida buyruq so'qib o'ltirgan holati ko'rinibdi. U yana malikini ko'rib boqmoqchi bo'libdi. Shu zamon malikining bir necha dedeklar bilan kulishib o'ltirganligi ko'z oldida namoyon bo'libdi. Shahzoda buning xosiyatidan turib bayron qilsa, turib xushal bo'libdi. "Butun dunyoni aylanibmi, bunda xosiyatli narsa topqili bo'lmas" deb o'ylabdi. Shuning bilan u pil tishinaytisini setib olibdi. Ularning kenja inisi-chu. Imod akalaridan ayrilgandan keyin ming bir jafo mushaqqat chekib Samarqandga yetib keldi. U nurg'un vaqt qidirib yuribmi, ko'ngliga yarg'idek bir narsa uchirtilmabdi. Bir kuni u ko'chada lag'aylab ketib olsa, bir tal olma setib turgan odamga uchrab qoldi. U odam "Kimdi-kim 40 ming tilla chiqarsa, men bu olmani shuningga sotaman" debdi. "Bir tal olmaning nima xosiyati bor? Shunchalar qimmat sotqudak" debdi shahzoda. "Bu degan dunyo bo'yicha eng xosiyatli olma. Har qanday kasalga mubtalo bo'lgan odam bu olmani purabli qo'ysa, salla maza saqayib ketadi" debdi hiliq odam. Shahzoda ko'nglida "O'lgan odamni tirildiradigan bundoq olmada xosiyatli narsa bo'lamdi" deb o'ylabdi-da, qilchi ishkilanmayla uni setib olibdi. Kichik shahzoda akillar bilan ko'rishishga kelishgan muhlatning to'shib qolganligini pamlab, yuk taxlarini yig'ishtirib yo'lga chiqibdi. Yana mushaqqatli safarni tamomlab, oxir vaqt qaralida heliqi mehmonxonaga yetib keldi. Akillari u yerda uni kutib turgan ekan. Akuf kuchaylangan bo'lib, hammasi o'zlarining xosiyatli narsani ko'z-ko'z qilishga aldirabdi. "Qaranglar" debdi Xo'shin uchar gilamni ko'rsatib inilariga. "Sizlar buni odatga gilam deb qolmanglar. Uning ustiga chiqib o'ltirib, nega boraman desa, odamni shu yerga olib borib qo'yadi." Shahzoda Ali: "Bu haqiqatan xosiyatli gilam ekan. Biroq men bir qimmatli narsa setib oldim. Qaranglar, mana bu pil tishnaytisi. Uning ichidan qayerni ko'rmoqchi bo'lsa, shu yerni ko'rgili bo'ladi" debdi. Shahzoda Xo'shin uni qo'liga ilib malikining nima qilayotganligini ko'rib boqmoqchi bo'libdi. To'satdan uning chiroyi tomdek totirib ketibdi. Uni ichiga tushib ketib, "Oh, Tangrim, tugashdiq. Hech qaysimiz suyimlik singlimizga erisholmaydigan bo'ldik.
u hazır ağrıqdan öley dep qapdı. Debdi. Ali bilan Imort uning qo'lidan naychini ilib, shundoq qarab ekan, Malika bir tiniqda yotqudek. Imort: Biz uning yeniga hozirla bora olgan bo'lsak, men uni qutqiza olaydim. Debdi va o'z setib olgan almini aqllarga ko'rsatib, uning xasiyatini so'zlabdi. Bunun nemisi tez? Xo'shim bilan inlari uchar gilamga o'ltirib, ko'zni yumib ochqicha Malikaning hujrasining oldiga yetib keldi. Dedeklar uch shahzodaning osmondan tushayotganligini ko'rib, eg'izlarini echib qarab qoldi. Imor shahzoda bir daqiqani qo'ldan bermay, xosiyatlik olmini chiqarib, Malikaning yuziga yiqibdi. Malika go'yo shirin tushdan uyg'ongandek, shu zamon shahlo ko'zlarini loppada echibdi. Malika uzunga qalmay sallamasa saqiyib ketibdi. Shahzodalar to'liq xushal bo'lishibdi. Ular Malika bilan xo'shlashib, shah otasi bilan ko'rishga mengishibdi. Podshoh ular bilan quchoqlashib ko'rishibdi. Xushal xo'ramlik bilan ularning elib kelgan narsalarini ko'ribdi. Biroq ular qaysining akelgan narsaning qaltisligini baholatmoqchi bo'lganda, podshoh yana tanqislikda qoldi. U: "Ballarim, bu üç xil narsaning qaysisining eng qaltis ekanligiga men qandoq bir nima deya alayman. Navada Alining naychi aynigi bo'lmagan bo'lsa, navir singlinglarning og'rib qolganligini qandoq biladinglar? Uchar gilam bo'lmagan bo'lsa, sizlar o'z vaqtida yetib kela olmaydinglar. Xosiyatlik olma bo'lmagan bo'lsa, Malikani qutqizib qolg'ili bo'lmaydi." Debdi. Podshoh o'ylanib turib qilib yana: "Meni boshqacha bir amalim bor. Sizlar o'qiya etishdi baslashinglar, qaysinglar uzun atalasanglar, Malikani shuningga yodlik qilay." Debdi. Atsi uch shahzoda belgilangan joyga kelibdi. Musobaqa boshlanibdi. Cho'ng shahzoda birinchi bo'lib etibdi. O'qiya shundoq uzunga etilibdi. Biroq shahzoda Alining o'qiyasi uningdan uzunga etilibdi. Navbat kichik shahzoda Imortga kelibdi. U aqllar atgan nishonga qartib yana tartibdi. Biroq u atgan o'qiyaning o'qini hech kim hech yerdan topolmabdi. Shuning bilan podshohning iloj: "Hamda izdamanglar. Noha Malikani shahzoda Ali olsun," deb chakarlabdi. Shahzoda Xo'shin qattiq qayg'uribdi, umidsizlanibdi, enisining to'yig'imi qatnashmabdi. Beshini elib uydan chiqib ketib, yiroq-yiroqlarga qanqib ketibdi. Imor shahzoda heliq o'qiyaning ishida dargumon bo'lib, uda necha kun uni izlabdi. U o'qiya etilgan yerdan tartib, tuz siziq bo'yicha oldiga mengib, tog' davollardan eshibdi. Mang 8-9 kilometrdek mangandan keyin oqibat bir yo'g'on toshning ustidan heliqi g'oyib bo'lgan yo o'qini tepib olibdi. Shahzoda o'qiyani qo'liga elibla to'satdan oldida ajoyib bir hashamatlik saroy turganligini ko'rib qoldi. U saroyning eshigini ochib ichiga kiribdi. Uning oldiga farishtadek chiroyli bir qiz chiqibdi. "Xush kelibsiz, Imor shahzoda," debdi u qiz. Shahzoda u qizning o'zining ismini atayotganligidan intayin hayron qoldi. Darhol salom qilibdi va: "Hurmatli xon qiz, mening ismimni qandoq bilasiz?" deb so'rabdi. "Men ilohning qizi bo'laman. Siz bilan akangizning ishlaridan xabarim bor. Uchar gilam, aynak naycha, yana yiliqi xosiyatlik olma. Men hamma ishni bilaman." Farishta shundoq degenicha izo tartib beshni tuvan sapdi-da shahzodaga: "Men sizni yaxshi ko'raman. Sizlar o'qiya etishdi baslashayotganinglarda men yeningizda edim. Siz atgan o'qiya uzunga borolmaganda men o'qiyani tutib olib, oldiga akilib qo'ydim. Mana shu kundan tartib men sizning uni izlab kelishingizni kutib turibman," debdi. Farishtaning gapidan shahzoda to'liq xushal bo'libdi. Barliq dard alamlarini unutib ketibdi. Umu bu go'zal farishtaga oshiqi beqaror bo'lib qoldi. Shahzoda bilan farishta saroyda katta to'y ma'rakasi o'tkazibdi. Ikkisi bir-biriga vafodor bo'lib, baxtli yashapdi. Umaqlarim, uchar gilam, aynak naychan, xosiyatlik olma ba qaltisgana.
Bu üç narsaning xosiyati orqali malika qayta hayotlikka erishdi. Bizningmi shunday xosiyatli narsalarimiz bo'lgan bo'lsa, naqadar yaxshi bo'ladi. Lekin biz cho'chakdan bu üç narsadan esil narsalarga erishdik. U bo'lsa-mu podshoning haqqoniyligi, aql farosatligi va üç shahzodaning baturligi. Bu esil axloqiy fazilatlar uchar gilam, aynaknaycha va xosiyatlik olmadimi bahslatgan? Shuning uchun biz bularning esil fazilatlarini o'zimizga ulgu qilaylikmi? Kash bo'lib ketibdi o'maqlarim. Amdi baldur uxlanglar. Atmu shu vaqtda Dilala Undidar salonda ko'rishaylik. Tatlı tushlar sizlarga hamroh bo'lsin. Desem dilimden elley balam elley baltamı tut dilimden elley balam elley güzelliğin tulunay elley balam Dönük beşiğa ay
Öğrenimiz kelime dostlar. Aka, hazinem dershanesi balılar çöçekleri yollaptı. He, bana ben geldim. Umak singlim. Balılar çöçekleri anlamakçı bolsanız Hazinem YouTube kanalına qoşulalım. Abone olmayı ve like atmayı Ve bildirimleri açmayı unutmayın. Balilarning dünyasıga balayli dostlar. Ana, hikayenizni başlayın. Bulun ana, bizning hikoya anlamamız keldi. Buludu, ballarım buludu. Hikoya anlaganlar keldimi? Emse, men sizlarga Qarindoshning o'lgusi nomli hikoyani aytib beray. Wow, bek yaxshi bo'ldi. Kela o'g'lim, quchqimda o'ltag'im. Umaq malikam yeting. Chachlaringizni silg'ach, hikoyamni boshlay. Avvalning alvisida bir okuk o'tgan ekan. Ana, bu nim degan gap? Umaq bolam. Burunning burnusida degan gap bilan o'xshash ma'noda qo'zam. Anam hikoyasini endi boshladi ukam. Biz avval anglayli. Burunning burnusida bir okuk o'tgan ekan. Akining 4 balasi bor bo'lib, ukining bola chaqasi yo'q ekan. Bular ota-onasi olamdan o'tgandan keyin inoq yashab bir-biriga yor yo'lakda bo'pti va o'z ara hurmatlashibdi. Hech qanday narsadan qiziqishmabdi. Bir yili bu akuka bug'doy terishib, mo'l hosil elishibdi. Chiqqan mahsulotni tang bo'lishibdi. Uy yo'tkab ketgach, kesh bo'lib qopdi-da, hamma qo'nishibdi. Yerim kecha bo'lganda, akining uyqusi qechib, mundoq o'ylabdi. Ukamning bola chaqasi bo'lmagan bilan yolg'iz odamga xarajat ko'p ketadi. Bola chaq qilish uchun pul lozim bo'ladi. Uning ustiga u yosh, tajribasi kam, teriqchilikning yo'lini bilmaydi. Uning uchun uni yordam qilishim kerak deb o'ylabdi-da, ukasining uxlab qolganligidan foydalanib, aka bir qancha g'alvir bug'doyni ukasining bug'doyiga to'kib qo'yibdi. Ukasi saharga yaqin uyg'onib, "Mening bola chaqalarim yo'q, chiqimim oz. Akam bola chaqali, olgan mahsulot uningga yetmaydi. Shuning uchun men uningga yordam qilishim lozim. Mahsulot ilishda akamning ajri ko'p. Qarab turib bug'doyni tang olsam insofsizlik bo'ladi" deb o'ylabdi-da, bir qancha g'alvir bug'doyni akasining bug'doyiga qo'shib qo'yibdi. Atsi tang otganda qarg'udek bo'lsa, har ikkilisining bug'doyi o'xshash turg'udek. Akuk ishkaylan hayron bo'lishibdi-yu, ma'lum sabablarni bano qilib, atsi yana bug'doyliqda uxlab qopdi. Akuka yana oldingi kechirgan ishlarini takrorlashibdi. Sahar vaqtida bir-biri bilan do'qorishib qopdi-da, ahvol oshkora bo'lib qopdi. Shuningdan keyin bu akuka ikki qarindoshning ittifoqi texmi kuchayibdi, mahsulotlari texmi barakatli bo'libdi. Umaq bolalarım? Opa. Bu cho'chak bizga nima deydi? Men bildim ana. Men cho'ng bo'lganda ukamni cho'qim yaxshi ko'raman. Aqlli qizim. Menmish yo'q. Men ochimni cho'qim qo'g'dayman. Endi men o'g'il bol bo'lgandan keyin topgan narsarimni cho'qim ochimga beraman. Mening aqlli qo'zlarim. Deganinglardek yashashinglarni umid qilaman, umaq bolalarım.
Qeyrindaşlar ittifoq o'tsa, dunyo xo'sh bo'ladi. Topgan mulkinglar texmi barakatli bo'ladi. Teninglar salomat bo'ladi, chiroyinglar nurliq bo'ladi, o maqballarim. Vaa, men texmi go'zal bo'lib ketamdim. To'g'ri qizim, hozirgidan texmi go'zal bo'lib ketasiz. Chiroyingizla emas, qalbingizmi go'zallashib ketadi, o maqqizim. Ona uyqum keldi. O maqbalam, ems biz uxlayli. Ata yana yangi hikoyalarni aytib beray bo'lamdi? Bo'ladi. Xayr, yaxshi tushlar sizlarga. Hamra bo'lsin. Beş taş oynayımız kelime dostlar. Aka, hazinem dershanesi balalar çocukları yollaptı. He, bana ben geldim. Umak singlim. Balalar çöçekleri ağlamakçı bolsanız Hazinem YouTube kanalına qo'shiling. Abone olmayı ve like atmayı Ve bildirimleri açmayı unutmayın. Balilarning tuyasiga balayli dostlar. Do'stlar, kechliginglar xayrli bo'lsin. Bugun biz birlikda Jungo hayvonot cho'chaklaridan ilingan Pojolvas degan cho'chakni anglaylik, ha? Yolvas bir kichik qushning qishig'i kelib, uning erkin yayrab naqshi aytib, usul o'ynayotganligini ko'ribdi. Hey, ovoq batbashira, nimaga to'lab sayravotsan? Qudurting yesa, men bilan musobaqa qilishib boqmamsan? Dabdi Yolvas kichik qushni ko'zga ilmagan holda. Sen nemishqa kishning xalqancha mazoq qilasan? Dabdi kichik qush g'azablangan holda. Undaq bo'lsa mayli, biz yoqda usul o'ynab musobaqa qilishaylik. Buning nim bo'lmaydigan yeri bor. Usul o'ynasak o'ynadik. Deb javob beribdi Yolvas. Kichik qush o'zining tetik chaqqan basti bilan shoxlarning ustida sakrab usul o'ynashga boshlabdi. Yolvas kulimsirgan holda soqolini silab qo'yibdi-da, daraxtga yamishib chiqib, birli irg'ib shoqqa sakrabdi. Yolvas degan nadimi shoxni tuta olasin? Güp qilib, to'rt puti osmonga bo'lib, toshning ustiga o'ngda tushibdi-da, dod faryod qilib varqirab ketibdi. Yolvas o'rmonlikdan chiqib, etizlikqa ketdi. U etiz qirda obdobsinib yotgan bir qarg'u chashqani ko'rib qopdi. Voy, dunyoda shundoq puti yo'q narsalar bo'ldi ekan. Dabdi Yolvas qarg'u chashqani zanglik qilib. Sen qoqni to'limi bo'za qilib ketma. Dabdi qarg'u chashqan. Undaqda biz odamlar orasidan yugurib o'tib musobaqa qilib boqaylik. Qani kim tayoq yemaydi? Ma'qulmi? Qarg'u chashqan odamlar orasidan yugurib o'tibdi. Odamlar uni tutmoqchi bo'lib qo'g'labdi. Qarg'u chashqan chapdastlik bilan odamlarning putlar orasidan o'tib qechib ketibdi. Yolvasmo odamlar orasidan yugurib o'tibdi. Odamlar qaltaklarni ishqa selib, uni g'azab bilan qarshi oldi. Yolvas toza tumbalinib, to'yg'ucha tayoq yapdi. Tez yugurmagan bo'lsa, oldi burunlar tayoqda o'lar ketdi. Tayoq zarbisidan so'lishib ketgan Yolvas quyrug'ini so'rab, oqsigan holda qarg'u chashqanni qo'g'labdi. Yolvas ming taslikda qarg'u chashqanni qo'g'lab yetibdi. U qarg'u chashqanning putini ko'rsatib turib, "O, bu nima?" deb so'rabdi. "Sen meni puti yo'qkan demoqchimiding?" deb javob beribdi qarg'u chashqan. "Sening puting bor turuqliq, nemishqa tayoq yeb musholga tushib qolding?" Yolvas qarg'u chashqanning masxara qilganligiga g'azablanib, qarg'u chashqanni yavatmoqchi bo'ldi. Ammo qarg'u chashqan xiddidan qechib ketibdi. Yolvas intayin rasvo bo'lgan holda loy ko'lchikining yanida hasirab yetibdi.
Olay kölçkining ichidagi qulolini ko'rib, bayqi 2 qitimliq savaqni unutib qapti. Oy onamay, dunyoda seningdek sat narsadan yana birini topqilib bo'lmoqdak. Tomoq yeyishga og'zing, otqa minishga putung yo'qkan. Sen zoda neymiş qılalaysan? Yo'q oqa, undaqda sen pastga tushib, ma'lumotlar kölçkidan o'tishdan men bilan musobaqa o'tib boqamsan. Debdi qilala. Yolvaz. Men ishki so'rabla o'tib ketaman. Qani, sening meni tutib olganingni ko'ray. Deb o'ylabdi. Shuning bilan Yolvaz pisand qilmagan holda. Albatta bo'ldi-da, debdi. Musobaqa boshlanibdi. Qo'llar salmoqlik bilan oldiga qarab siljibdi. Yolvaz cho'qim besib tushiman deb o'ylab butun kuchi bilan loy ko'lchkiga sakrabdikan, loyga petib qapti. U putini tortib olay degan siri shuncha cho'nqur petib ketibdi. U qo'lning o'zini o'tib ketay deb qolganligini ko'rib, butun kuchi bilan bir sakrabdikan, texmi cho'nqur petib ketib, eng oxir faqat beshili ko'rinib qapti. Qo'llar qirg'oqqa kelib bo'lib, kayniga burilib Yolvazga qaragan chaqda, patqoqning ustida bujuldab chiqayotgan ko'pikdan boshqa Yolvazning soyasi mo ko'rinmabdi. Umaqlarim, po'chi bo'lsa qanday oqibatga qoldi ekan? Yolvazdek oqibatga qoldi ekan-a? Shuning uchun biz bu cho'chakdagi po'chi Yolvazdan ibrat elib, kamtar, kichik bil, aqlli bolalardan bo'laylik, ha? Men ishinaman, mening umaqlarim cho'qim qalalaydi. Kech bo'lib ketibdi. Amiz bugun baldur uxlanglar, ha? Atim shu vaqtda ko'rishaylik. Tatlı işler sizlarga hamroh bo'lsin. Aka, hazinem dershanesi balılar çöçekleri yollaptı. He, bana ben geldim, umak singlim. Balılar çöçekleri ağlamakçı bolsanız Hazinem YouTube kanalına qo'shiling. Abone olmayı ve like atmayı Ve bildirimleri açmayı unutmayın. Balılarning dunyosiga balayli dostlar. Cho'cha xomar kichik do'stlar, yaxshimisizlar? Bugun sizlarga qasqarliq hayvonlarning hikoyasini olib keldim. Diqqatinglar tuvandagi cho'chakda bo'lsin. Sarka sozanda. Sarka, Qo'shqar, To'poq 3 do'st yiroq yerlarda ziyoratda bo'lish uchun safarga otlanibdi. O't suyi mo'l yerlarni ko'ribdi, cho'l jaziralarni ko'ribdi. To'q kunlarni xo'jal o'tkazibdi, dasht cho'llarda oshmi qopdi. Shundoq ochliqda ketib borgan kunlarning birida yo'lning o'ng tarafida turgan xaltini ko'ribdi. Ular berib ichib qarasa, 2 changalcha arpa bor ekan. Ular buni bo'lishib yemakchi bo'pti. Qandoq bo'lishadiganligi haqida ko'p o'ylashibdi. Shu chaqda Sarka: "Men amalini topdim", debdi. "Uchimizdan kichikroq sen bo'lsangmi, ahling komil, qin aytib boqa", debdi Qo'shqar bilan To'poq. "Mo'ndoq bo'lsin", debdi Sarka. To'poq akamning og'zi cho'ngroq, oldi bilan u 1 kopam yeysin. Ondan og'zi kichikroq Qo'shqar akam 2 kopam yeysin. Oxirida qolgani men 3 kopam yey. Shuningda uchimiz tang yegan bo'lamiz. Buni hammasi ma'qul ko'ribdi. Arpani shu bo'yicha yeb, yana yo'lga ravon bo'pti. Yo'lda yana o'lgan tulki uchrabdi. "Buni qandoq qilamiz?" debdi Qo'shqar.
Bu bir olca lazım bo'lar, elib olayli, debdi To'paq. Maslahat bo'yicha buni hammadan cho'ng To'paqqa artibdi. Bular yana uzun mangandan keyin bir ko'zlakka kepdi. Bu ko'zlakdagi yolg'iz uyda odam bo'lmag'achqa berib dam olmoqchi bo'ldi. Ular o'lik tulkini eshik oldiga qo'yib, uyga tangli kiribdi. Qarg'udek bo'lsa, uy ichida bir tulka soz chelayotgan ekan, iyiq bilan bo'ra soz anglab, yonboshlab yotgan ekan. Ajab vaqtida yetib keldinglar, izlabdan topolmaydik. Birlikda soz chelib bizmi qilaylar? Debdi tulka hilgarlik bilan qo'lidagi sozni sarkaga sunib. Kechirgaysan, oldi bilan sen o'z hunaringni ko'rsat, debdi sarka chaqqonlik bilan. Sarkining bir ishni pamlayotganligini sezib olgan qo'shqar bilan To'paq o'z hayvasini ko'rsatishga tayyor turibdi. Tulka sozni qo'liga ilib, tarang tarang tarang, sarka bizga tishlik oziq, tarang tarang, To'paq bizga killik oziq, tarang tarang, qo'shqar bizga kashlik oziq deb naqsh aytibdi. Ham sho'lgaylarni eqitib, masxir qilgan qiyofatda sozni sarkaga beribdi. Sarka tarang tarang, tulki qishda obdan tumoq, rohat bizga iyiq terisi ustida yotmoq, tarang tarang, bo'ri terisi issiq juva, yaxshi fursat o'ltirayli silib sirtmoq debdi-da, ularni huduqtirib etib. Beşiktaş oynayımız gelinle dostlar. Aka, hazinem dershanesi balalar çocukları yollaptı. He, mana men keldim, umaqsinglim. Balalar çöçekleri anlamakçı bolsanız Hazinem YouTube kanalını qo'shiling. Abone olmayı ve like atmayı Ve bildirimleri açmayı unutmayın. Balilarını duyasıga balaylı dostlar. Ana, çocuğunuzu boşluğuna ana. Endi bugün Melik'in hikayesini alaylı ana. Benim Melik'in hikayesini alığım ba. Senanca umaq oğlum? Menin hayvanlar hikayesini alığım ba. Mesela dinozavr degende. Tilgimi senin dediğine boyunca ağladık. Benim bugün Melik'inkini alığım ba ana. Boptu, ben açamga yol koyay. Әмса бүгін сілерге Мәлике Гүлрозның hikayesini aytib beray. Vau, bek yaxshi bo'ldi. Bo'ldi. Lekin men onam aytgan hikoyani hamma yaxshi ko'raman. Bu cho'qim qiziqarli. Texi bu cho'chak yana bizga nurg'un narsani deb berdi. Hamma yaxshi anglayman ona. Bo'ldi, umaq balam. Tezroq boshlang ona hikoyangizni. Aldirma qizim. Burungi zamonda Adil Shoh ismli bir podshoh bo'lib, uning Gulroz degan bir sohibjamol qizi bor ekan. Gulroz 14 yoshga kiribdi. Podshoh, qizim cho'ng bo'lib qoldi. Uningga bir loyiq tepishim kerak degan xayol bilan kun o'tkazdi ekan. O'ylamaganda bir kunning ichida 70 podshohning elchisi kelibdi. Bu hol podshohni g'am daryosiga tashlabdi. Malika Gulroz tanglish yo'q aqlli ekan. U dadasining g'amga patqanligini ko'rib, bir parcha qog'ozga maktub yozib dadasiga chiqartibdi. Maktubda mundoq deyilgan ekan: Dada, men uchun unchalar g'am qilmasizlar. Men o'z loyig'imni o'zim tanlayman. Lekin bir maslahatim bor, shuni qabul ko'rsizlar. Padişahlarning elchilarini qaytarasizlar hamda darhol ish boshlab o'rnimizning oldiga bir bog' bino qildirsizlar. U behishdan nishon beradigan bog' bo'lsin. Uning ichida rang-rang gullar po'raklab echilib, turli qushlar sayrishib tursin. Bog'ning oldiga bir bino yasasizlar. Binoning ustiga nag'irxona silinib, uningga yuqori ovozli nag'ir tayyorlatqizsizlar.
Nağırının çöksü altından bolsun, mağa aşık bolgan yigit muşu nağırını çalsın da bütün el cemaat yığılsın. Şu meydanda men o yigitge 4 mısra bit etimen. O her bir mısra bitimning ma'nisiga qafiyasiga dal keltirib javob eta oladigan bo'lsa, men uningga o'zimni to'yliqsiz qabul qildiraman. Agar javob eta olmasa, beshini tenidan juda qilaman. Padişah kızının mektubini ko'rib, bir az o'ylanib qolgandan keyin yurtdagi atoqli bog'ban, tomchi, yog'ochchi va naqshchilarga buyruq tushirib ish boshlatqizibdi. 3 yildan keyin hamma narsa qizning maktubidagidek o'rinlanibdi. Hamma ish talabga loyiq bitgandan keyin padişah qizning maslahati bo'yicha qog'ozga shartlarni bitib, o'rnining darvozasiga choplab qo'yibdi. Bu xabarni anglab kelgan shoir yigitlarning birimi Malikning betiga javob eta olmabdi. 486 kishining beshi tenidan juda bo'libdi. Shu kunlarda shaharga yaqin bir yerda Qobiz ismli bir buvay yashaydi ekan. Buvay Malikaning ruxsarini ko'ribla uningga oshiq beqira bo'libdi. Buvay nag'irxonaga chiqib nag'irini chopdi. Jimiki yurt xalqi nag'ir ovozini anglab to'plashibdi. Malikaning kenizaklari chiqib qarg'udek bo'lsa, bir qeri buvay turg'udek. Kenizaklar kirib bu ahvolni Malikaga aytibdi. Malika kenizaklarga: "Ha, qeri kishi bilan so'zlashishdan sal nomus qilyapman. Uning qarzi cho'qim pul mol dunyoda bo'lsa kerak. Qanchaga talab qilsa shunchalik berib yo'lga seylanglar" debdi. Kenizaklar chiqib: "Hay bova, bu xiyolingizdan voz keching. Bir kun bo'lsa kunning serig'ini ko'ring. Aşıqlıq davasını endi qo'ying. Malikaning tig'ida nahaq o'lmang yana" debdi. Ammo buvay zadili unamabdi. "Hay buva" debdi kenizaklar. "Amsa mundoq bo'lsin. Malikaning o'rnisida bir rassom bor. Biz sana Malikaning rasmini sizdirib beraylik. Shu rasmni ko'rib ko'nglingni xush qilib yurmansan. Uning ustiga sana mol-mulk beraylik bo'lamdi." Qobiz buvay mol-mulk dunyoni olmabdi. Malikaning rasmini sizdirib, o'zining mol dunyosidanmi kechib, sotarini bo'yniga esib, rasmni qo'yniga silib, tarki dunyo bo'lib, Chin shahriga ravon bo'ldi. Yo'l yursimi, mo'l yurib, Chin shahriga tava bir buloqning yeniga chupdi. Eliqa rasmni udulga turg'izib qo'yib, sotarini ilib, g'azal o'qishga boshlabdi. Shu kuni Chin Malikaning xaqani o'g'li Barhamni ilib shikarga chiqqan ekan. Ular ketib o'tib, buvayning g'azalini anglab qopti. Padişah: "Hay buvay, biz bir davlatning padişahı. Sening bu naqshangni anglamabdi ekanmiz. Bu naqshang haqiqatan mo'ngluqkan. Bizga davomliq aytib bera bo'lamdi" debdi. Padişah va uning o'g'li buvay bilan salomlashib va maqsadlarini deb bo'lgandan keyin buvay Malika Gulruzning ishq pirog'ida tarki dunyo bo'lib yurganligini bir-birlab ularga so'zlab beribdi. Bu gapni anglab rasmni ko'rgan Barhamga ishq o'ti tutishib dadasiga: "O'rdaga qaytaylik" debdi va dadasidan Malikani izlab tepish haqida maslahat so'rabdi. Chin Xaqani: "Hay o'g'lim, sana yo'l jabdug'i raslay. Lashkarlarni tayyorlab qo'shin tortib boramsan yoki savdogar sifatida boramsan, o'z ixtiyoring" debdi. Barham: "Ey ota, menga hech narsa kerak emas. Men bir qalandar sifatida boraman" debdi. Dadasi ruxsat qildi va o'g'lini Gulruzning yurtiga qarab yo'lga sapdi. Barham 7 oy 7 kech kunduz yo'l yurib, Malika Gulruzning yurtiga yetib keldi. Barham Malika Gulruzning chahar beg'ini aralab, nag'irxonaga chiqibdi. Tamg'a shundoq bir qarg'udek bo'lsa, bir chetda bu o'lgan yigitlar odam o'ltirgan emas va yoki o'g'ri qaroqchilik qilganmi emas. Malika Gulruzning ishqida jon pido qilgan yigitlardir degan xat yozilib turgan ekan. "Ajabmi kaptiman, kammisami bo'pti ekan" deb pushaymon qildi. Yana o'ziga o'zi tasalli berib: "Bo'ldi, 7 oylik yo'ldan yigitlik depini chilib keldim. Amdilikda mazlum kishilardek uni tashlab yonmag'im durust bo'lmas. Baxtim o'ng kep qolsa ajab emas"
deb xiyol qilib, jur'at bilan nog'rini chopdi. Jimiki yurt ahli nog'ri ovozini anglab to'planishga boshlabdi. Shu chog'da Malika Gulruz kenizaklarga buyuribdi. Chiqib qarab yiqinglar, qaysi jinidan yana to'ydi ekan. Kenizaklar chiqib qarg'udek bo'lsa, chiroyi shahzodaga kiyimlari qalanlarga o'xshaydigan bir yigit turgan ekan. Ular ko'rganlarini Malikaga aytibdi. Malika Gulruz farishtalardek yasangan 500 kenizakni agashtirib maydonga yetib keldi. "Hay yigit, isming nima? Kimning farzandi? Sen qaysi qabiladan bo'lasan? Mening qo'limda nom nishonsiz o'lib ketmagan yana." debdi. "Men Haqani Chin podshohning o'g'li, ismim Barham. Ta'rifingizni anglab 7 oylik yerdan piyoda keldim." debdi Barham. "Mening ishqimni kelgan bo'lsangiz," debdi Malika. "Sizga 4 misra beyt aytaman. 4 misra beytimning ma'nosiga qopiyasiga dal keltirib javob bera olsangiz, meningdan kutgan talabingizga yetasiz. Agar javob bera olmasangiz, qag'iniman demay. Siz ko'rib bo'ldingiz-ku deyman," debdi. "Qani, beytingizni ayting," debdi Barham. Barham Malika Gulruzning 3 misra beytiga qoyil qilarlik javob beribdi. Bu chog'da Malika Gulruz hayron bo'lib, ajoyib aql-farosatli donishmand yigit ekan. "Buning chiroyini bir ko'rib boqaychi," deb chun pardasini shundoq ko'tarib qaragan ekan. Barham Malikaning ruxsarini ko'rib, aqlidan ezibdi hamda Malikaning 4 misra beytiga javob aytolmabdi. "Kelinglar," debdi Malika. "Bu yigitning kallasini ilinglar." Shuning bilan bu yigitga chaparmanlar yupurilib ketdi. Shu chaqda "Hurmatli malikam, men" deb so'z boshlamoqchi bo'ldi Barham. Lekin nima deyishni bilolmay to'xtab qoldi. Shu chaqda Malikaning sut onasi: "Ey malikam, har yerdan kelgan qobil yigitlarni o'ldirib atdingiz. Hech mengiz chiqmadi. Bu nayti xo'sh pichim kelishgan yigit ekan. Onun xatoligini men sizdan o'tinib olay. Men sizga bergan oq sutimning haqqi uchun uni kechirib eting," debdi. "Xayr, bo'pti," debdi Malikamo bo'shashgan holda. "Sut haqqini arg'a salmagan bo'lsangiz, bu yigitning xatoligidan hargiz o'tmagan bo'lardim." Barham o'limdan qutulganiga rahmat aytib, shahardan chiqib, cho'l jaziralarni kezib, bir daryo bo'yiga yetib keldi. Ham bir qora arg'amchi tepib, bir uchini daraxtga chekib, bir uchini bo'yniga bog'lab, 40 kecha kunduz mishada o'ltirib qoldi. Ham 41 kuni uning ko'z oldida bir nurona chiroyli bo'y paydo bo'ldi-da uning: "Hey o'g'lim, ko'zingni och. Sana nima bo'ldi? Men sening murodingga yetkazaman," debdi. Barham beshini ko'tarib hayron bo'lib qarasa, oldida nayti chiroyli kelishgan bir bo'y turgan ekan. Bu bo'y Barhamni agashtirib, Malika Gulruzning shahriga elib ketdi. Ham yigitni bir bulunga o'ltirg'izib qo'yib, nog'rini shundoq chopdiki, butun shahar xalqiga: "Bugun ajoyib bir bahodir palvon keldi. Hech qachon nog'ra bugünkidek chilinmagan," deb jori sapdi. Butun jamoat nog'raxona oldiga jam bo'ldi. Bu chog'da Malika kenizaklarga: "Chiqib qarab yiqinglar, yana qaysi keldi ekan?" debdi. Kenizaklar chiqib qarg'udek bo'lsa, nahayt qeri oppoq soqolliq bir kishi turg'udek: "Hey buva, bu kesilgan boshlarni ko'midingizmi? Bu aşk davasini siz qilmang. Bu sizga mos kelmaydi. Malikaning tig'ida beka ajal o'lib ketasiz. Har joydan kelgan shoir qobil yigitlar Malikaning savoliga javob bera olmay, umidsizlik ichida ketib qoldi," deyishibdi. "Kenizaklar, Malikanglarga aytinglar, uning o'zi bilan ko'rishmoqchiman," debdi. Ahvolni uqqan Gulruz to'zdek yozilgan 500 kenizakni agashtirib, mag'rur holda maydonga yetib keldi. "Qaysi qabiladan bo'lasan? Isming nima? Nima sababdan kelding?" deb so'rabdi. Men bir qabiladan keldim. Hozirgacha 7 iqlimni kezib, ko'nglimga yorug'dak hech bir ayol topolmadim.
Tərif sübütünüzü anlap şunu kelgendim. Depti. Ondaq bolsa, sana şərtim şu ki, beyitlərini aytaman. Bu beyitlərə meni qaylı qılğıday cavab berəlisən, qeyri deməsdən özümə toyluqsız qəbul qılaman. Əgər cavab verəmisən, deb turub qapdı. Cavab verəmisən, aqibətini özün bilgin, debdi Məlikə məğrur halda. Qeyni aytın. Məlikə beytini başlapdı. Məlikənin beytlərə bu ay nəhayətli qaylı qılarlıq cavab beribdi. Yani şunundamu Məlikə onu sınab baxmaqçı bopdu-yu, lekin onunla taqabül turalmay, axırı qəbul qılmaqçı işkənligini aytibdi. Lekin bu ay, bo'ldi, sen mening o'rnimga bu yigitni qəbul qilgin, debdi. Məlikə bunu anlab nəhayət hayron bopdu, ham ichida xo'sh bopdu. Bu ay shu gaplarni deb bo'lib, ko'zdan g'oyib bopdu. Məlikə Gülruz Bərhamni o'ziga to'yliqsiz qəbul qildi. Adil Şahmu va'dasi bo'yicha butun shahar xalqini chaqirib 40 kecha kunduz to'y qilib beribdi. Ishkaylan nahayati xo'shal-xuram, baxtli turmush kechiribdi. Bo'ldimi ocha? Malikining hikoyasini anglab, endi xush bo'lgansan? Bo'ldi ana, endi uyqum keldi. Umaq balalarım, əmsə baldırak yataylı. Xeyirli keş. Beşiktaş oynayımız kelime dostlar. Aka, xazinem dərisxanəsi balılar çöçəkləri yollapdı. Hə, bana mən gəldim, umaq sınlım. Balılar çöçəkləri ağlamakçı bolsanız, Xazinem YouTube kanalını qoşulun. Abone olmayı ve like atmayı Ve bildirimleri açmayı unutmayın. Balilarını duyasıqa balaylı dostlar. Umaq qızı? Yana sizga hikoya aytib berishni boshlay umaq bolam. Bugun huzuringizga Buvay Mo'may va Qirmiki yana hikoyasini aytib beray bo'lamdi. Burungi zamonda bir buvay bilan bir mo'may bo'lgan ekan. Ular to'limi kambag'al ekan. Ularning birdan-bir pulga yarg'idek narsa bir qirmikiyan ekan. Biroq bu qirmikiyan birmi tuxum tug'ib boqmabdi. Bir kuni qirmikiyan tasodifiy bir tuxum tug'ibdi. Buvay bilan mo'may bundan bek xo'shal bo'libdi. Ular bundaq yo'g'on tuxumni ko'rib boqmagan ekan. Aradan uzun o'tmay bu tuxumdan bir cho'ja chiqibdi. Vah, bu cho'ja ajoyib yo'g'on ekan. U tuxumdan chiqibla taraf-tarafga bo'ynini suzib, uchirganli narsani cho'qilab yeyishga boshlabdi. U har qanday narsani bersa, biroqni yutib etadi ekan. Uzoq qolmay buvay bilan mo'mayning ochliqining hammasini bu cho'ja yeb tugutibdi. Ularning uningga bergidek hech narsa qolmaganlikdan oxiri uni so'yibdi. Buvay bilan mo'may to'g'oning go'shini pishirib bozorga olib setibdi. Ondan uning puliga nurg'un ochliq ilib, uni uzoqcha yebdi. Bu cho'jak tugabdi umoq bilan. Apa? Bu hikoya bir qoldiga yana qushqashning hikoyasini aytib bering. Menda qushqashqa amara. Bu hikoya qisqa kelib qoldim bilan. Endi sizga bir sirli qushning hikoyasini aytib beray bo'lamdi?
Charles tag'a qushlarni intayin yaxshi ko'rdi ekan. Sizga o'xshash qushqashlarni yaxshi ko'rdi ekan, shundaqmi? Bo'libmi qo'liga azroq narsa ilib olib, qush ballarga yegizishni texmi yaxshi ko'rdi ekan. U har kuni bog'chini aylanib keladi ekan. Bog'chida qushlar to'la ekan. Charles tag'a hamisha bir quruq qutini ilib, uningga teriqqa o'xshash narsalarni qachilib olib, yo'lda mang'ach qushqashlarga don chechib beradi ekan. Kunlarning o'tishi bilan ushshaq qushlarning hammasi oq ko'ngil Charles tag'ini to'nib olibdi va uning bilan obdanla do'st bo'lib qolibdi. Bir kuni Charles tag'a bog'chida mang'ach qushlarga don chechib berayotganida qushlarning orasida texicha ko'rib boqmagan bir qushning turganligini bayqab qolibdi. "Oy, ma qushni sen bu yerda emas eding-ku?" debdi Charles tag'a astag'ina. "Shundoq, men bu yerda emas edim." deb umoqqina og'izni ichib pichirlabdi kichik qush. "Undoq bo'lsa sen nerdan kelding?" Mahallaning nerqi tarafidagi bir o'rmonlikni bilasiz-ku? Men va mening do'stlarim shu o'rmonlikda turamiz. Hozir u yerni butunlay qor qoplab ketdi. Men bu yerga dollig'ili keldim. Bizning u yerda don beradigan bir odam bo'lgan bo'lsa, pek yaxshi bo'ladi. Kichik qush so'zini tugitibla purrida uchib ketib qopti. Shundan keyin Charles tag'a har kuni bog'chaga berib, qushlarga don chechib bergandan tashqari o'rmonliqqa boradigan bo'pti. Chunki u yerdagi ushshaq qushlar uningga ehtiyojli ekan. Uma qizim, siz qushlarga amroq dedingiz. Sizmi Charles tag'idek qushlarga o'z qo'lingizda don berib boqqanmi? Berib boqmagan. Samimiy gap qildingiz, umoq bolam. Bagingiz bormi lekin? Nimishqa berib boqmaysiz? Men har kuni qo'limda qilib boqqim bor, lekin qo'limda qilsam cho'qollamdikin deb qo'rqayman. Ya, qushlar bak aqlli ham siz yaxshilik qilganini biladi. U hargiz sizni qo'lingizni cho'qlab olmaydi, umoq bolam. Buda qushlarga don berish fursati kelib qolsa, cho'qim berib beqon bo'lamdi. Shuning bilan tek qushlar bilan do'st bo'lib qolamsiz, dexi. Amsa bugun hikoyadan 2 naqladingiz, hamda uxlamdiq, umoq bolam. Shirin tushlar sizga hamroh bo'lsin, umoq qizim. Xayrli kech.